Buxoro shahrining markazi Buxara City kompleksi Turon Plaza yon tomoni 10 qavatli monolitli domning 5-qavatdan umumiy maydon 50 metr kvadratni o'z ichiga joylagan. Bu hujjatda bir xonali, ikki xonali qilib studiya format holatda yevro ta'minlangan xonadonimiz sotuvda. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor dekor uslubida ishlov berilgan. Prixoja qilish uchun joylarimiz mavjud holatda. Proyektni esa birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Kiraverish qismidan bizni kattagina hol qismimiz kutib oladi. Proyekt bo'yicha asosiy xona, kuxnya, umumiy holatdagi sanuzel. Qo'shimchasiga hol qismimizda ochiq balkoni ham mavjud. Turon Plaza yon tomonda joylashgan. Yo'l yoqasidan birinchi liniya. Xona qismimiz devorlarimiz mo'ysha aboylarda ishlov berilgan. Oyoqdagi to'liq laminat holatda tepli pollari taxlab qo'yilgan. Umumiy maydon 50 metr kvadratni o'z ichiga joylagan. Ushbu xonadonimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Kuxnya qismiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, gaz plita, vitishka, kuxna mebellarimiz to'liq o'rnatilgan holatda 50 metr kvadratni o'z ichiga joylagan. Ushbu xonadonimizning umumiy holatdagi sanuzel qismi pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan holatda. Qo'shimchasiga ariston mavjud. Ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligi tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.